Bu Chempionlar Ligasi, bu Real Madrid va bu Santiago Bernabeu. Mana bu Real Madrid, mana bu Real Madrid Edu. Bizning Madrid qaytdi, bizning Madrid qaytdi. Albacettening murabbiyi Gvardiolaga dars o'tsin. Mana bu boshqa gap, bu boshqa gap. Vamos, mana shunday yondashuv bilan o'ynashimiz kerak. Madrid har doim mana shunday o'ynash kerak, darajani pastga tushirmasligimiz kerak. O, Edu, meni eslading-a? Qalaysiz, yaxshimisiz? Shunchaki ajoyib. Bizda shunday Valverde borki, shunchaki gap yo'q. Vinicius ham yaxshi o'ynadi, lekin penaltini tepmasligi kerak edi. Lekin mana shu yigitlarga rahmat, jamoa natija qilyapti. Shunchaki ajoyib, gap yo'q. Thiago Pitarch bu yangi yulduz. Barcha futbolchilar juda yaxshi o'ynashdi. Biz xohlagandek. Ha, biz Chempionlar Ligasini qo'lga kiritamiz va Bernabeu edi, bugun yondi. Thiago Pitarch ajoyib, ha? Ishonish qiyin. U meni yoshimda va u ajoyib. O'ynashini qara. Biz bir jamoa bo'lib o'ynadik va mana bu ranglarni himoya qildik. Olg'a yigitlar, Chempionlar Ligasini yutamiz. Mana bu futbol og'ayni, ana endi Arbeloa haqida gapiring. Endi gapiring. Edu, seni ham oldinda jang kutyapti, ha? G'alaba qozonasan, ha? Ana g'alaba qozonasanmi? Ana endi yaxshi, ha? Bugun madridizm atmosferasida maza qildim. Aynan mana shu hissiyotni iloji boricha uzoqroqqa borishimiz kerak. Bu bizning jamoamiz, bu bizning klubimiz. Bugun nima o'zgardi deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'ldi? Birinchidan, munosabat va yondashuv o'zgardi va futbolchilarimiz birinchi marta o'zining engidagi libosini his qilishdi. Chempion bo'lamizmi? Ha, iloji bor. Albatta chempion bo'lamiz. Biz futbol tomosha qilish uchun 700 kilometr bosib keldik. Va biz g'alaba qozondik. Ajoyib g'alaba. Madrid Chempionlar Ligasida bu har doim Madrid. Madridni hayotda o'ldiga chiqarmang. Thiago, Valverde, barcha futbolchilar. Madrid Chempionlar Ligasida bu boshqa daraja.